Her sahadaki do'stlarning qizg'in madadi bilan taraqqiyotga yuzlangan yangi Baxtiyor zargarchiligi tijorat ko'lamini yanada kengaytirib, davrga loyiqlashgan Ipak yo'li Oltin zib-ziynat shaharchasini qurib chiqdi. Ipak yo'li Oltin zib-ziynat shaharchasidagi zib-ziynat buyumlarining sotuq darajasi yuqori, nusxalari sarxil, ishonchli bo'lib, kundagidek yangi fasollar keltiriladi. Go'zallik tashna xonim-qizlarning ko'ngildagidek tanlashi Ipak yo'li Oltin zib-ziynat shaharchasidagi sof va ko'rkam, bir-biridan esil zib-ziynat buyumlaridir. Ishonch, sifat va a'lo mulozimat Ipak yo'li Oltin zib-ziynat shaharchasida. İyi oldu mansırı bardağa yerlerde izip kalam dikenler. Tamam gele. Olaklantıda altına gelsen. Mantının içine eden belki efkeyi merkezsen. Nima? Ve tüzük yapırsa mantın şu edemlemiş kılık değil mi? Mantının içine eden bulmuş ben bir giriş çaş nereden kili daha? Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men menga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolamiz o'chmas, erlik salofatimiz yo'lliq kiyimdir. Gadir noche. Avuz bir nima qilib o'tirishlar bugun. Idorag'im ba'madan borib bugun. Qaysi puldan nima qilsan? Bugun xotinim tiqib qo'ygan pulni ilib oldim deyman, chalg'itmaydi. Canlan ağrımaydikin balığa. Shunda qilganda idoratim ba'madan. Idorag'im ba'madan deyman. Nima ish qildi? Oydan davomli idoraga ba'man qo'psala qadar bor. Yana nima oldu savaş chiqdi? Ha Qasımko. Oy. Ha Qasımjon nima avalık oğlum atılıqma. Oşa birat gel işki bağmadığılığa. Bugün şu azrak işim çıktı, iş baramaya kaldım Qasımka şu. Bu bir iki gündüzge 25 saat dursa kandar cümlege işi var. O 25 saat. Qasımka bu tuzuk yakışsa bir iki gündüz degan 24 saat qandaq 25 saat oldu. Ha, kalsanlık bir məxbiyetlikini de bileyim ha. Tepesler. Yok deyin lan. Edigen yığında ma kunning 1 saat uzarganligini e'lon qildi.
tish og'riqidan qiynalayotamsiz, rassiz tishingizdan xijil bo'layotamsiz, tish kamtiligidan tomoq yeyishda qiynalayotamsiz. Undaqda sog'lomlik og'iz bo'shlig'i tish kasalliklari ambulatoriyamiz sizning yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Markazimiz tish kasalliklari bo'yicha illiq muomala, yaxshi xizmat muhiti, ilg'or bo'lgan uskunlar orqali bemorlarning buzilgan tishlarini tuzash, shratlash, tish undirish, tish davolash, tish tozalash qatorliq har xil mulozimatlar bilan sizlarni haqiqiy rozi qilamiz. Tish og'riqi og'riq emas, uningga kishi o'lmas. Sog'lomlikda hech qachon tish og'riqi bilinmas. Sog'lomlik og'iz bo'shlig'i tish kasalliklari ambulatoriyasi. Kasap istiyordun mu? Vakka ben Kasap sana toplana sen de bir soraydan bir gek vardı. Koş. Akşam uyanacak bir varançonun bir avaz çıkarttı. Akota şikayede azraq vuruşup kaptık şu iş okşaydı. He? Onda avazı acaba bir katlık şimdiden kıp bu tuşta avaz anlandı. Ben çapınım sıfırdan peş küçük ketken şu avazken. Ay, bu çapayı yeni çıkıp geldim ayında avaz çıkam demde. Kağırını kapıma özür tepşi olam lan. Qandaroq ahvolinglar? Voy, salomat kelib oldingizmi? Siz qo'rqitib bulmoqni to'kilib ketdi mana. Qaraganda bulmoqning ko'ngil tuyga o'xshaydi. Nima? Oma qizimizga Oman sultonligidan asal qo'shilgan, xo'mi qo'shilgan, har xil meva-cheva ta'mlik, yana ko'rishning bulmoqlarini maqash keldi. Üstü o'zidan qaynoq suv quysa bo'ldi. Bu bulmoq qizimizga yoqami? Xotirjam bo'linglar, albatta yoqdi, ha? Oman sultonligidan kirgizilgan Nida yurishlik bulmoqlari. Akaylanlar dayış. Maşından bir saklaş yakın böyle etmemizler. Ben maşın saklaş ornamaz da. Şunda toğırdayızlar dayış. Bana maşın toğutuş meydan demez. Lekin ben dükkan ben kayıntamda miras kalgan dükkan emez, pul kalgan dükkan.